Assalomu alaykum, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim. Imtihon test markazlarida haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan aka-uka opa-singillarim, hamyurtlarim, barchalarga a'lo natijalar ko'rsatib haydovchilik guvohnomasini olishingizni tilab qolaman. Albatta, obuna bo'lib, layk bosib, bir-birlarga ulashishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun kattakon rahmat. Xo'p, bugungi shablonlarimizdan haydovchilik guvohnomasini olish uchun 10 ta savolga javoblar va izohlarini berib o'tamiz. Biz bilan qoling Abbosxon TVda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani o'qib eshittirishlarni boshlaymiz. Xo'p, birinchi savol. Ko'rsatilgan vaziyatda yengil avtomobil haydovchisiga quvib o'tishga ruxsat etiladimi? To'g'ri javobimiz taqiqlangan. Yo'l harakati qoidalarining 10-bobi 66-bandiga asosan harakat ikki tomonlama bo'lgan va chiziqlar bilan belgilangan buruv to'qqiz chizig'i bilan belgilanadigan tashqari 3 ta bo'lakli yo'llardan ikki yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan o'rta bo'lakka faqat quvib o'tish, aylanib o'tish, chapga burilish va qayrilib olish uchinchiga chiqishga ruxsat etiladi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan chetki chap bo'lakni egallash taqiqlanadi. To'g'ri javobimiz taqiqlanadi. Xo'p. Jihozlangan bekatlari bo'lmagan tramvay to'xtash joylari unga chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqish ruxsat etiladi? To'g'ri javobimiz tramvay to'la to'xtagandan so'ng. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 4-bobi 22-bandining 1-xat boshiga asosan yo'nalishli transport vositalari faqat qatnov qismi baland joylashgan kutish maydonchalarida, ular bo'lmaganda esa trotuar yoki yo'l yoqasida kutish kerak. Qatnov qismi baland joylashgan maydonchalar bilan jihozlanmagan bekatlarda yo'nalishli transport vositasi to'la to'xtagandan so'ng unga chiqish uchun qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi. Undan tushishdan keyin ushlanib qolmasdan qatnov qismini bo'shatishlari shart. Tramvay to'la to'xtagandan so'ng. To'g'ri javobimiz. Xo'p. Bu belgi avtomobilning harakatlanishiga ruxsat etiladi. Qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? To'g'ri javobimiz A va V. Yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 5-bo'limining 25-xat boshiga asosan 5.11.1 qayrilib olish joyi chapga burilish taqiqlanadi. To'g'ri javobimiz A va V. Xo'p. Bu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishdagi transport vositalarining to'xtash joyini bildiradi? Javobimiz to'g'ri javob B. Yo'l harakati qoidalarining 2-ilovasi 1-bo'limining 25-xat boshiga asosan 1.17 yo'nalishli transport vositalarining bekatlari hamda taksilarning to'xtab turish joyi bildiradi. To'g'ri javobimiz B. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berish kerak? To'g'ri javobimiz avtobus haydovchisi. Izoh. Yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 105-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarda kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan yaqinlashayotgan transport vositalari yo'l berishi shart. Bu qoidaga tramvay haydovchisi ham o'zaro amal qilishi kerak. Demak, avtobus haydovchisi. 5-savol. Chorrahani 2 bo'lib kesib o'tadi. Qaysi avtomobil kesib o'tadi? To'g'ri javob yashil avtomobil. Yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 104-bandining 1-xat boshiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llar kesishgan chorrahada 2-darajali yo'lda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi asosiy yo'ldan yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakat yo'nalishida qat'iy nazar yo'l berishi kerak. Yo'l harakati qoidalarining 16-bobi 106-bandiga asosan asosiy yo'lning yo'nalishi chorrahada o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasida o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. 2-darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak. Javobimiz yashil avtomobil. Tumanga qarshi faralar qaysi hollarda foydalanish mumkin? To'g'ri javobimiz sanab o'tilgan barcha hollarda. Demak,
Yo'l harakati qoidalarining 23-bobi 137-bandiga asosan quyidagi hollarda tumanga qarshi chiroqni qo'llash mumkin. Yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda alohida, shuningdek uzoqni yorituvchi yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar bilan, qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi chiroqlar bilan birga mexanik transport vositalarida shatakka olib ketayotgan transport vositasida ushbu qoidalarning 138-bandida ko'zda tutilgan holatlarda yaqinni yorituvchi chiroqlar o'rniga. Demak, to'g'ri javobimiz sanab o'tilgan barcha hollarda. Xo'p, savolni o'qiyman. Yetak yuk avtomobil haydovchisiga bu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi? Rasmga e'tibor beramiz va belgiga ham. Demak, javobimiz to'g'ri javob taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalarining 13-bobi 91-bandining 3-xatboshiga asosan quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi. Transport vositasi svetofor ishoralari yo'l belgilarini boshqa haydovchilar to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga, kirish va chiqishiga imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda. To'g'ri javobimiz taqiqlanadi. Yo'l quruq bo'lganda g'ildirak aylanmay sirpanib tormozlanish tormoz yo'liga qanday ta'sir etadi? To'g'ri javobimiz tormoz yo'li ortadi. Tormoz yo'lining kamayishiga blokirovka chegarasi erishiladi. Chunki blokirovka qilingan g'ildiraklar aylanmay sirpanib to'xtash yo'llarida sirpanadi va tormoz yo'lini uzaytiradi. To'g'ri javobimiz tormoz yo'li ortadi. Yonilg'i tizimi zich germetik emasligi ma'lum bo'lganda haydovchi nimani bajarishlari shart? To'g'ri javob nosozlikni bartaraf etish tadbirlarini ko'rishi, agar buning imkoni bo'lmasa, zarur ehtiyot choralariga rioya qilgan holda to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga olib borish. Izoh: yo'l harakati qoidalarining 3-ilova 6-bo'limining 6.2-bandiga asosan yonilg'i uzatish tizimi zich bo'lmasa, foydalanish taqiqlanadi. To'g'ri javobimiz nosozlikni bartaraf etish tadbirlarini ko'rishi, agar buning imkoni bo'lmasa, zarur ehtiyot choralariga rioya qilgan holda to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga olib borish. Aziz haydovchi bo'lmoqchi istagida yurgan, haydovchilik guvohnomasini olish istagida yurgan aka-uka opa-singillarning barchalariga kuzatib borayotganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Abbosxon TV'da qoling. Rahmat barchalarga.